Hammaga salom. Bugun To'qolay Worldda ukam bilan arvoh chaqirganda boramiz. Salom. Shuning uchun biz arvoh chaqirish uchun bir narsalar kerak ekan. Uning uchun bir magazindan olishimiz kerak va magazin o'rmon ichidan o'tishimiz kerak magazinga borish uchun. Shuning uchun o'rmondan o'tgani sumka tayyorlayapmiz. Sumkaga pul, pechenye, suv, fonar va boshqa narsalar solyapmiz. Chunki nima bo'lishini bilmaymiz. Svet o'rmonda yo'q chunki. Shuning uchun biz pul, pechennik, fonar, suv olamiz. Yo'lda kerak bo'lib qolishi mumkin. Biz o'rmonga ketdik. Uyda davom etamiz. Mana o'rmonga keldik. Bu ariqchadan o'tsak, keyin magazin o'sha yerda ekan. Ketdik. Kela qol. Kelyapman. Bo'ldi. Magazinga keldik. Hozir narsa so'raymiz. To'xta. Salom, nima kerak sizlarga? Bizga arvoh chaqirish uchun ismini bilmaymiz. Shunaqa kerak. Yo'q, unaqa narsa. Bor, lekin qimmat pullar yetmaydi. Mana o'sha narsa. Lekin juda qimmat. Necha pul? Bitta pechenye. Mana. Rahmat. Olinglar. Mana uni ham qo'shib olinglar. Men qo'limga ber. Bo'pti. Uni oldik. Ketdik. Mening qo'limga ber. Uyga borganda arvoh chaqiramiz. Arvoh chaqirish uchun bu narsani yerga qo'yib, buni yoniga qo'yish kerak ekan, keyin arvoh chiqar ekan. Qani yo'q. Mana. Kichkina ayvoq. Seviyman nom. Svet arvoh mashika. Kichkinam. Baba. O'shasi bo'lar ekan. Shu. To'xta. Video tugat.